Assalomu alaykum. Spektrum geometriya 6-8 kitobimizdan navbatdagi darsni boshlaymiz. Mavzumiz transversals, ya'ni kesuvchi chiziqlar deb tarjima qilsak bo'ladi. Xo'p, ya'ni nimani? Parallel to'g'ri chiziqlarni kesuvchi to'g'ri chiziq. Parallel lines, ya'ni parallel to'g'ri chiziqlar. Bu bir tekislikda yotuvchi va hech qachon kesishmaydigan ikkita to'g'ri chiziqdir. Ya'ni mana WX va YZ chiziqlarimiz bir tekislikda yotadi va umuman kesishmaydi. Bu to'g'ri chiziqlarimiz parallel to'g'ri chiziqlar hisoblanadi. Parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofa o'zgarmaydi, bir xilligicha qoladi. Ya'ni qancha masofa bo'lsa bir xil saqlanib turadi. Shu parallel to'g'ri chiziqlarimizni mana bu kesib o'tgan chiziq ST to'g'ri chizig'imizga biz transversal chiziq deb atamiz, ya'ni kesuvchi chiziq. Xo'p, mana shu transversal chizig'imiz 8 ta burchak hosil qilgan, kesib o'tganda shularni bir-biri bilan munosabatlarini o'rganib chiqishimiz kerak. Xo'p, ikkita parallel to'g'ri chiziq chizamiz. Shu parallel to'g'ri chizig'imizni agar to'g'ri chiziq kesib o'tsa bir xil burchaklar hosil qiladi. Ya'ni bu alfa bo'lsa, bu beta bo'lsa, bunda ham xuddi o'sha burchak hosil qiladi. Agar bizga 3-chi chiziq ham bo'lganda ham bunda ham xuddi shu burchaklarni nima qilardi? Hosil qilardi. Ya'ni bir-biriga parallel, A B ga, B C ga, bundan A ni C ga parallelligi ham kelib chiqadi. Agar uchalasi bir-biriga parallel bo'lsa, kesib o'tadigan kesuvchi chiziq, transversal chiziq bir xil burchaklar hosil qiladi. Xo'p, biz hozir ikkitasi bilan davom etamiz. Agar bu alfa bo'lsa, vertikal burchagi bu ham alfa bo'ladi. Bu beta bo'lsa, buni vertikal burchagi bu ham beta bo'ladi. Bu alfa bo'lsa, bu ham alfa, bu beta bo'lsa, bu ham beta. Endi shuni nomerlarda yozib chiqamiz, ya'ni 8 ta burchakni. Mana bu birinchi burchagimiz, ikkinchi burchagimiz, uchinchi burchagimiz, to'rtinchi burchagimiz, 5, 6, 7, 8. Xo'p, raqamlab chiqqanimizdan keyin corresponding angles degan tushuncha bor, ya'ni mos burchaklar o'zbek tilida. Bu qaysilar? Mana alfa bo'lganda bu ham alfa bo'ldi, demak bular mos. Bu beta bo'lganda bu beta bo'ldi, bular mos. Bu beta bo'lsa mana bu pastdagi ham beta, bu alfani pastda, mana bu ham alfa. Bu burchaklar bir-biriga nima deyilar ekan? Mos burchaklar. Endi raqamlarda aytadigan bo'lsak, birinchi burchagimizga mos burchak 5-chi burchak, ya'ni ular teng. Ikkinchi burchagimizga mos burchak 6-chi burchak. Uchinchi burchagimizga mos burchak 7-chi burchak. To'rtinchi burchagimizga mos burchak 8-chi burchak. Va ular bir-biriga teng. Xo'p, kitobimizdagi chizmada ham tartib raqamlari o'zgargan ekan hozirroq. Endi bu yerda mos burchaklar qaysi bo'ladi? Bunda ham o'sha mana 1 bilan 5 mos burchak bo'ladi. 2 bilan 6 mos burchak bo'ladi. 3 bilan 7, 4 bilan 8. Va mana shu yerda aytib qo'ydi, mana corresponding anglesda. Mana 1 va 5, 2 va 6, 3 va 7, 4 va 8. Chizmadan ham ko'rishimiz mumkin. Bular mos burchaklar deyilar ekan. Xo'p, keyingi burchagimiz adjacent angles. Bu nima degani? Yonma-yon burchaklar yoki qo'shni burchaklar. Bu yerda mana buni o'chirib yuborsak, yonma-yon burchaklar qaysi bo'ladi? Masalan, 6 bilan 7 yonma-yon burchak. 5 bilan 8 yoki 6 bilan 5 ni o'zi ham.
Ular bir-biriga yonma-yon joylashgan burchaklar. 3 bilan 4, 1 bilan 2 va ularning yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Aynan shu nima chizmamiz bo'yicha 180 gradus. Endi yonma-yon burchaklar har doim 180 gradus bo'ladimi? Yonma-yon joylashgan burchaklar. Yo'q, har doim 180 bo'lishi shart emas, lekin bizni chizmamizda parallel to'g'ri yonma-yon joylashgan burchaklar yig'indisi 180 gradusni tashkil qiladi. Xo'p, kitobimizning birinchi misoli ham shu, ya'ni yonma-yon burchaklarni topishga qaratilgan. Birinchi misolni ishlab qo'yamiz. Masalan, tepadan boshlaymiz, mana bu joydan. 1 bilan 2. Birinchi burchak va ikkinchi burchak. Bular qo'shni burchak hisoblanadi. Adjacent angle. Xo'p, 1 bilan 2 bo'ldi. 1 bilan 3 ham nima bir-biriga qo'shni, ya'ni adjacent. 2 bilan 4 ham. 2 bilan 4 va 4 bilan 3 ham bir-biriga yonma-yon hisoblanadi. 3 4 desak ham bo'laveradi. Demak, mana bu qismi bo'ldi. Bu tomonda 5 bilan 6. 5 bilan 7 ham. 6 bilan 8 ham. Va 8 bilan 7 ham qo'shni burchak hisoblanadi. Ya'ni nima? Yonma-yon burchak hisoblanadi. Xo'p, yana ikkita chizib oldik bu tomonga. Endi nimaga alfa, beta desak, buni beta, bu ham alfa bo'ladi. Alfa, beta. Xo'p, endi bunisini raqamda yozamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Xo'p. Endi nima uchun alfabetda bu raqamlar tushunarliroq bo'lishi uchun bizga ichki burchaklar va tashqi burchaklar, ya'ni ichki burchak, tashqi burchak nima? Mana parallel to'g'ri tepa qismidagi tepa va eng pastdagilar tashqi burchaklar hisoblanadi. 1 2 tashqi burchak, 7 8 tashqi burchak. Ichki burchaklar nima desa, 3 4 va 5 6 nima? Ichki burchaklar hisoblanadi. Endi ichki almashinuvchi va tashqi almashinuvchi tushunchasi bor. Masalan, mana bu beta bo'lsa, almashib turib mana bu tomon beta. Bu alfa bo'lsa, almashib turib bu tomon alfa. Bular ichki almashinuvchi burchaklar deyiladi. Ya'ni ichki almashinuvchi burchaklar, ichki almashinuvchi mana 4 va 5. 4-burchak va 5-burchak va ular bir-biriga teng. Va 3 va 6-burchaklar ham ichki almashinuvchiga kiradi. Endi tashqi almashinuvchi burchaklar qanaqa? Tashqi almashinuvchi burchaklarimiz 1 bilan 8, 1 bilan 7 emas, almashingan bo'lishi kerak. 1 bilan 8 va 2 bilan 7. Bu tashqi almashinuvchi burchaklar deyiladi. Xo'p, alternate interior bu ichki almashinuvchi burchak. Alternate exterior demak bu tashqi almashinuvchi burchak. Bu ichki almashinuvchi burchakka bizga mana bu chizmada 3 va 6 ni ichki almashinuvchi deb beryapti. Va ikkinchisining nomini biz aytishimiz kerak. 4 bilan 5 ham nima? Ichki almashinuvchi burchakka kiradi. Endi tashqi almashinuvchida 1 va 8 deb beryapti mana. 1 va 8. 2 bilan 7 ham nimaga kiradi? Tashqi almashinuvchiga kiradi. Xo'p, 4 5 6 uchun bitta chizma bergan. Yonma-yon ichki almashinuvchi, tashqi almashinuvchilarni biz yozib chiqishimiz kerak ekan. Xo'p,
Yonma-yonlarni bu yerdan boshlasak, tepadan 10, 11. 10 bilan 8 ham yonma-yon burchak, ya'ni qo'shni. 11 9. 9 8. Pastki qismiga o'tasak 6 7. 6 7. 6 4 ham nima? Bir-biriga qo'shni. 7 5. 5 4. Bular nima ekan? Qo'shni yonma-yon burchaklar ekan. Xo'p, bularni o'chirib yuboramiz bitta. Alternate interior, ya'ni ichki almashinuvchi burchaklar. Bu yerda 8 bilan 7 ichki almashinuvchi burchak. 8 7. 9 bilan 6 ichki almashinuvchi burchak. Endi alternate exterior, ya'ni bu tashqi almashinuvchi. 10 bilan 5 tashqi almashinuvchi. 11 bilan 4 tashqi almashinuvchi hisoblanadi. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' salomat bo'ling, keyingi darsgacha o'zingizni asrang.